Assalomu alaykum Hunaman TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Azizlar, bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Qoratepada nasib bo'lsa 60 kvadratga yaqin joyimiz tugagan, ya'ni 20 ga 3 bo'lgan. Mana shu Bremenkamiz old fasad qismi o'sha absovkalar tugagan ekan, marmarlari. Hozir usta akamizning o'sha narxlari, qancha terilyapti 2026-yil, qayerda ishlar, razmerlari hammasini batafsil aytib o'tamiz. Undan avval kanalga informatsiyangizni obuna bo'lib qo'ying. Like etishdan chiqmasa fikrlarni kutamiz. Qurilish qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Bu qayerda ishi, narxlar qanchadan terildi? Shuni aytib o'tsangiz. Bu Samarqand ishi, ha? Samarqand. Bu Samarqand ish 140 mingdan shu fason terib berishgan ekan. Razmer nechi edi buni? 23 ga 5. 23 ga 5 lik ish, ha? Hozir mana bu ko'p savol bo'ladi bizning obunachilarimiz mana sho'rlashi. Sal ko'p kommentariya yozishadi, hech qanday muammo bo'lmaydi, ha? Ha, sho'rlash ketadi o'zi. Vaqtinchalik chiqadi, orqasi rasvor qotgandan keyin suv sepib o'zi nima bo'ladi? Hozir qum, semenlang chiqadi, suvmi, sho'r bo'lsa. Sho'ri chiqadi o'sha qumniki, semenniki. Keyin ma'lum muddatdan keyin o'zi yo'qolib ketadi. Tushunarli. Hozir 140 mingdan shu fason, ha? Eng pasti, eng balani qancha narxi? Hozir 2026-yil. 140 mingdan endi pasonga qarab ketaveradi. Pasonga qarab ketadi. 160. Ha, tushunarli. Boshqa viloyatda zakaz chiqsa ham nasib bo'lsa, imkon qadar, ha? Imkon qadar olinadi. Vaqtga qarab olaveradi. Ha, vaqtga qarab qilib berishadi nasib bo'lsa. Hozir bu Qashqadaryo Kasb tumanida bo'lgan mana. Hozir masalan o'sha atkost olgandan keyin to'liq kvadrat ichiga kirib ketadi. Kirib ketadi. Ko'p kishi tushunmaydi, savol berishadi, ichi qo'rlarni, deraza ishlov bo'ladi, tepalari, mana turnika ugonlik. Ugonli tunikalar ishlov beriladi. Nasib bo'lsa keyingi jarayonlarda to'liq ko'rsatamiz o'sha jarayonlarni, ya'ni ishlov berilgan joylarni. O sokinlarni ham boshqa usta terdimi o'zlari? Yo'q, sokinlarni ham o'zimiz terdik. Narxini aytib o'tsangiz, qanchadan olingan usta qancha? 240 mingdan hamma narsa ichida. Qum, sement, kilidi uyga yasab beradi. Ha, qum 240 mingdan metr kvadrat. Ha. Metrajgami kvadrat? Metrga. Parametr. Masalan 1 metr bo'lsa 240 mingdan faskga ochib, mana marmarlar ketirib beriladi. Ha, o'zi tayyor qilib, hammasi ichida. Xizmat haqi. Masalan o'zi baland bo'lsa-chi 1 metrdan bu narx hozir bu 50. 60 bo'lsa 270 270 mingdan metri. O'shanga qarab ketaveradi. Tushunarli. Qancha baland bo'lsa o'shanga qarab narx o'zgarib ketaveradi. Bu marmarlar ham shu o'zimizdan chiqadi, she'rdan. Ha, shu o'zimiz nimadan chiqadi. Faskga ochib qilib beriladi. Bu qanday hisoblanadi? Donagami yo'q, qanday? Bu alohida kvadratni narsa, bittasi misol 250 ming, 300 ming aylanadi bitta eshikni. Ha, bir dona. Masalan, kamchiligi bor, endi hozir usta nimamiz olib keladi, yopishtiramiz hozir. Tushunarli. Hozir tepasi qolgan. Bitta mana shu shagi shunday hisoblanadimi yo'q, bu yo'q? Yo'q, opshi hammasida bitta. Mana shu zinani o'zi ikkita shagi primerni 250 kvadratga qarab hisoblanadi. Ha, kvadratga hisoblayveriladi marmardan, tushunarli. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqib ko'rasizlar, mana absovkalar tugagan, marmarlari. Nasib bo'lsa, ozroq ish jarayonlari qolibdi mana. Baho berasizlar ustamiz ishlariga. O'sha pastki qismidan kvadratga kirib ketaveradi, mana eng pastidan. Ha, shunday hammasi metrga kirib ketadi. Tushunarli. Mana shunday fason terishgan ekan. Endi buni o'sha fasoni ko'p, to'g'rimi? To'g'rimi? Nima deydi? Fasonga qarab uyda egasi qanday nima bo'lsa, o'shanga qarab ko'rsatib, fasonga qarab. Sizlar ko'rsatasizlar, qilingan ishlarni. Qilingan ishni ko'rsatamiz, o'shanga qarab narxi belgilanadi. O'shanga qarab narxi belgilanadi. Orqasi yeyishiga qarab, devorning holatiga qarab aytiladi narx-navosi. Tushunarli. Masalan 20-30 yeyish mumkin, to'g'rimi? Shunday. O'shanga qarab ketaveradi. Mana hozir tandirxonani ham qo'shib to'liq terishgan ekan, shu jarayonlarni ko'rsatib o'taylik. Mana akos qismiga. Bu yaxshi terilgan ekan, sal kamroq yeb. Ha, orqasi deyarli yema desam bo'ladi. Ha, orqasi sal kam yegan ekan, o'shanga qarab narx hisoblanar ekan. Murojaat qilaverasizlar, nasib bo'lsa usta akamizga Telegram ulangan-a bo'ynakni? Ulangan. Telefon raqamlarini qo'yamiz, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Qashqadaryoga bo'lyapti biz akasimiz hozir. Deyarli tugagan 98%. Masalan, Chiroqchi, G'uzor yoki Surxondaryodan chiqsa ham vaqtga qarab, qilib beriladi. Bu ishlarni olish qanday? Masalan, uydiga qanchadan oladi, qanchaga tushadi bular? Kelib tushishi 1600 bo'lyapti. Qashqadaryo o'zi, ha? Ha, kelib tushishi hamma narsasi ichida. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, zavodning nomerlarini ham topish iloji bor. Telefon nomerlari bor. Samarqand qashaqan. Keyin yana qayerda ishlarni terasizlar? Samarqand, Batosh, Kitob. Ha, Qarshiniki bor, Kitob bor, keyin o'zimizdan ham. O'zimizdan ham chiqyapti. Kasbi tumandan ham bor. U narxi o'zgaradi o'shanga qarab yo'q? Ha, uni holatiga qarab nima qilaveramiz-da, uni ham. Kitobniki bor, Batosh bor, fasoniga qarab, holatiga qarab. Tushunarli. Demak, o'sha 140 mingdan 160-170 mingga qarab ketaveradi. Absovka. Patkulich mana nasib bo'lsa, o'sha marmarlari bilan keyin absovkasini ham bitkazib beraverasizlar. Ha, shunday hammasi bitkazib beramiz. Murojaat qilaverasizlar, telefon raqamlari mana Bremenkan old qismi tugagan. Nasib bo'lsa, keyingi zakazlarda yana ko'rsatib o'tamiz jarayonlarni.
Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.